Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Barandash ovozlari. Bugun 16-yanvar. Besh 6 kun bo'lib qoldi video chiqarmaganimizga. Tovuqlarimizni bir ko'rsatib o'tay deyman. Gradus 9 gradus. Yemlarini solib qo'ydik mana. Yemlarini yeb bo'ldi bular. Soat 10 bo'ldi. Tovuqlarimizga 2 mahal yem beraman. Bir mahal. Har bir tovuqqa bir kunga 135 gram beraman. 10 ta tovuq bo'lsa 10 ta tovuq shunda 1 kilo 350 gram yeydi. Hozirgi paytda tovuqlarimiz tuxumda. Ko'pchilik tovuqlarni otini suraydi. Tovuqlarimiz koreyskiy broiler, tojjon. Bittasi mana tuxumga chiqibdi. Tovuqlarni kecha taroziga qo'ydim. 2 ta tovuqni, bitta xo'rozni taroziga qo'ydim. Shu katta xo'rozimiz 3,5 kilo chiqdi. Endi yorim endi kattarishni boshlayapti. Tovuqlarimiz 8 oylik bo'lyapti. Tovuqlarimiz pashti 3 kiloga yaqin. 2 kilo 800 bittasi chiqdi. 2 kilo 900 bittasi chiqdi. O'sha 3 kiloga yaqinlab qolgan. O'zi aslida tovuqlar 4 kilogacha ves beradi. Xo'rozlari 6 kilogacha ves beradi. Hozirgi paytda xo'roz o'sha 4 kiloga yaqinlab qolgan. Tovuqlarimiz 3 kiloga yaqinlab qolgan. Xudo xolasa yemishlari yaxshi. Kecha taglarini tozalab apilkalardan sepib qo'ydik. Mana tovuq tuxumga yotyapti hozir. Eng katta tovuq mana shu hozir kuniga tuxum qilyapti. Kuniga tuxum olyapmiz. Ichkaridagilar ligorillar mana. Tovuqlar suvini rasvo qilib tashlagani uchun bakalashkani 3 yog'idan kesib, tovuqlarni kallasi sig'aydigan qilib, mana shunday qilib mana elib qo'ydim. Salgini yana pastroqqa ham qo'ysa bo'ladi. O'zi asli pastroqdan kesish kerak ekan. Bir 2 litr, 3 litr suv siqsa, tovuqlar bemalol bir kun ichaveradi. Agarda har kun almashtirib bermasa, odam tovuqlar suvini yaxlashi bor, yaxlab qolishi bor. Keyin tovuqlar xirillashi boshlaydi. Yaxlagandan keyin. Shuning uchun iloji boricha ertamlab vaqtli solib qo'yish kerak suvini. Kechga yaqin iloji boricha to'kib tashlash kerak-da. Agar kechki payt agar biz suvni qoldiradigan bo'lsak, tovuqlarimiz u suvni ichgandan keyin обязательно xirillashga o'tadi. Xirillaganga qarshi sultiprin parashoyda agar biz bermasak, agar sultiprin parashoygini vaqti-vaqtida bermasak, tovuqlarimiz xirillab o'lish natijasigacha keladi. Shu uchun iloji boricha xirillaganga sultiprin parashoy berish kerak. Ko'pchilik topolmayapti. Iloji boricha aptekaga borib surash kerak. Aptekdagi o'tirgan odamdan surash kerak-da, misol uchun. Tovuqlarimiz xirillayapti. Xirillashga qarshi qanday dori bersam bo'ladi deb. Tomog'i og'riyapti yoki tomog'i og'riganga qanday dori bersam bo'ladi deb shuni biroz surash kerak. Misol uchun kimdirdadir 30 ta tavog'i bor, kimdirdadir 100 ta tavog'i bor. Bitta tovuq xirillagandan keyin uni tovuqda обязательно joyini adena qilishga. Joyini agar adena qilmasangiz, qolgan tovuqlarga ham o'tib ketib, qolgan tovuqlar ham o'lishi mumkin.
Shuning uchun xirillagan tovuqlardan ehtiyot bo'lamiz. Xirillagani bu mana shu sovuq suvdan, sovuq o'tni yeydi, sovuq qor yeydi. Shu yaxlagan narsalarni yeb, tavuqni tomog'i yara bo'lishni boshlaydi. Keyin yara bo'lgandan keyin o'sha tavuq xirillashni boshlaydi. Iloji boricha harakat qilish kerak. Suvni yangilab turganga, sovuq iloji boricha sovuq narsa bermash kerak tavuqlarimizga. Hozir mana tavuqlarimizga ertalabdan yangi suv solib qo'yganmiz. Tavuqlarimiz bemalol ichyapti. Hozir bu pashta 3 litrga yaqin suv sig'adi. 2,5 litr, 3 litrga yaqin. Kechgacha ichadi, kechqurun to'kib tashlayman. Keyinsiga erta bilan yana solib beraveraman. Tavuqlar misol uchun bir kun besuv qolsa ham o'lib qolmaydi, ishtima bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha kechqurun olib qo'yaverish kerak. Tavuqlarimizni ko'rinishiga baho beringlar. Kommentariyada yozib qoldirib ketsalaring bo'ladi, o'zgarishi qanchalar o'zgargan. Hozirgi paytda tavuqlarimiz 3 kilo atrofida. Xo'rozlarimiz 4 kiloga yaqinlab qoldi. Berilayotgan yemlari mayda, makkashox. Shu uchun tavuqlarimiz maydalargacha teriyapti. O'zi tavuqqa 135 gram palajdan bir kunga. Misol uchun 10 ta tavuq bo'layotgan bo'lsa, 10 ta tavuqqa 1 kilo 350 gram bir kunga ketadi. 2 mahal berayotgan bo'lsangiz, shuni 2 mahalga bo'lib bersangiz bo'ladi. Bir mahal 700 gram bersangiz, bir mahal 600 gram berasiz. Yo 700 gram, misol uchun 135 gramdan bo'lsa 1 kilo 350, 1 kilo 400 bo'lsa ham bo'laveradi. Erta bilan 700 gram, kech 700 gram bersangiz, tavuqlar o'ziga kerakli bo'lgan. Misol uchun oshiqcha solib qo'ysalaring ham yeb qo'yaveradi-da, boyagi tavuqni qarni yaxshi to'ymaguncha qolganigacha yeb qo'yaveradi. Shuning uchun iloji boricha nima qilish kerak-da? O'zini me'yoridagini berish kerak. Me'yoridagini bersa tavuqlar tuxumni ham yaxshi qiladi, semirib ham ketmaydi. Ko'pchilik tavuqlarim semirib ketyapti, tuxum qilmayapti deydi. Shu donni biz vaqtida kam beramiz, vaqtida ko'p beramiz, shundan bo'ladi. Donni kam berdingizmi, ariqlashni boshlaydi. Donni ko'p berdingizmi, tavuqlar semirishni boshlaydi. Shuning uchun iloji boricha qarab me'yorida beraverish kerak. Kanalda kim yangi bo'lsa obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa. Kommentariy yozishingizdan chiqmasin, tavuqlar o'zgaribdi, qanchalar o'zgaribdi, mana kommentariy yozib qoldirsalaring. Xudo xolasa hammaga xayr, sog' bo'linglar.